Toshkent shahrida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda BRICSning raqobat va antimonopoliya siyosati bo'yicha xalqaro markazi hamkorligida platforma iqtisodiyoti, raqobat qonunchiligi va raqamli platformalarning bozor kuni mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda turli mamlakatlardan soha mutaxassislari, xalqaro tashkilotlar va ilmiy doira vakillari ishtirok etdi. Tadbirda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, BRICS raqobat siyosati markazi vakillari, shuningdek Buyuk Britaniya, Italiya, Shvetsariya, Turkiya, Rossiya, Xitoy, Braziliya, Gruziya, Misr kabi davlatlardan mutaxassislar, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda raqamli platformalar sohasi ekspertlari ishtirok etdi. Xalqaro seminarni tashkil etishdan maqsad hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida o'ta muhim va dolzarb ahamiyat kasb etayotgan raqamli platformalarni rivojlantirish va mana shu borada bu bozor ishtirokchilarini tartibga solish va mana shu sohani rivojlantirish bo'yicha jahondagi ilg'or tajribalar bu bozor tartibga solish bo'yicha amaliyotlarni o'z ichiga olmoqda va shu nuqtai nazardan ham bu xalqaro miqyosda katta ahamiyat kasb etadi. Seminarda 30 dan ortiq ilmiy yo'nalishdagi xodimlar, ya'ni aql markazi, jahondagi eng yetakchi aql markazlaridan aynan raqamli platformalar bo'yicha mutaxassislar va olimlar ishtirok etmoqda va ular o'zlarining davlatlaridagi va jahon miqyosida muhim ahamiyat kasb etadigan o'zlarini qarashlari va ilmiy tadqiqotlari haqida fikrlar bilan bo'lishmoqdalar. Konferensiyada raqamli bozorlarni tartibga solish, sun'iy intellektning raqobatga ta'siri, adolatli raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek yirik raqamli platformalarning iqtisodiyotdagi o'rni va ularning bozorga ta'siri yuzasidan fikr almashildi. Mutaxassislar bu yo'nalishda xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekiston qonunchiligiga mos mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ta'kidladilar. Tadbirda raqamli bozorlar, raqobat va tartibga solish masalalari muhokama qilindi. Turli mamlakatlar vakillari o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, o'xshash muammolar va ularning yechimlari haqida fikr almashdilar. Ishtirokchilar adolatli raqobatni ta'minlash, iste'molchilar manfaatini himoya qilish hamda sog'lom bozor muhitini rivojlantirish muhimligini ta'kidlab o'tishdi. Bunday uchrashuvlar kelgusida hamkorlikni kuchaytirish va tajriba almashinuvini davom ettirishga xizmat qiladi deb umid qilaman. Konferensiya davomida raqobat qonunchiligidagi ilg'or tajribalar, sun'iy intellektning raqamli bozorlarga ta'siri hamda yirik platformalarning qo'shilishi va birlashish jarayonlarini nazorat qilish kabi mavzularda sessiyalar o'tkazildi. Tadbir raqamli iqtisodiyot sohasida adolatli raqobat muhitini mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qildi. Munizxon Majidova, Avazxon Mo'minov, Poytaxt.